Assalomu alaykum. Sarasot kanalining abonalari hamda muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Bugun reklama holatida ishlatilgan holda bugungi aka-uka savdogar aka-ukalarimiz qay holatda qo'yni junini tayyorlashadi, shuni imkon boricha yoritib berishga harakat qilamiz. Biz o'zimiz ham savdogarmiz. Shuni bir ko'rib maza qilinglar, xudo xolisa qanchalik mehnati bor buni tagida bu darajaga keltirishga. Buni bir videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolisa ko'rasizlar mehnatini. Hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bu yerdan birinchi qo'ydi. Mana shu holatda qarab olinadi. Matolar chiroyli qilib tinchdan oldi. Ishlar bor. Baharını yazmasan yoki chizmasan, olovni suvmasan yoki bizmasan, boshlar tamom aylagan oxir jodu qarab cho'zmasan, uning tarafini qora tutsam qaydi, yo'ling ko'chasidan o'tsam qaydi, muhabbat shahrida men terboshi so'rasan ismimni hamma taniydi. Savdogarlar asosan mana shunday qilib qoladi. Mana shu qo'yni buni darrov bo'lishlar deyishadi, lekin darrov bo'ladigan narsa emas. Bizga yarasha bunday mashaqqati bor. Bo'lishga qo'yindan turibdi. Aqlga qo'ylar bo'ladi. Chekdan qo'rqib. Assalomu alaykum. Yaxshi namoz o'qiyapsiz. Rahmat. Voqelar qaysiga keldik? Shunda ovqatdan chiqib qilish qolaman. Kecha ishdan kechga o'shanlarni dam olgan. Mana hurmatli obunachilar, ko'ryapmiz boshlarim. Qarashinglar. Bahosi ko'rsataman. Bu birinchi olinish. Hurmatli obunachilar, mana shunday hozir ko'rsatak. Endi bu hozir birinchisini qilib oldik. Hozir endi ikkinchisini boshlaymiz. Ikkinchi taraf. Ikkinchisini xuddi shunday usulda qilib olganman. İkincisi de haqiqat qanday beriladi. Birinchisi nima bo'ldi? Sizlarga qo'polni qanday chiroyli bo'ldi.
yaxshi keldingizmi? Rais to'g'ligan. Rais to'g'liligi qopdimi? Ayka sho'p ketgan. Ha yo'q. Ha, Mayli. so'nkada nimalar olib keldingiz? Keling. Sog'likni qadriga yetsin deyaga bandaga dard berib sinarkan eyvon boshini bolishdan uzolmay yotgan bemorlar dardiga shifo ber Alloh. Xudoyim hukming teng mardu nomardga chidamay iloj yo'q sen qo'ygan shartga hech kimni duch qilma bedavo dardga bemorlar dardiga shifo ber Alloh. Bu narsa yaxshilab qaralsa, chiroyli chiqaveradi bu har doim. Do'stlar, hamma narsa mana shu qarash. Chiroyli qilib qaralsa, chiroyli chiqaveradi. Lekin mashaqqat oson emas. Men boshlaganimga bir soat bo'ldi, videoda dard o'tib ketyapti. Lekin boshlaganimga salkam bir soat bo'ldi. Oldingi holatimni, hozirgi holatimni solishtirib ko'raman. Bir kunni so'rab uyda yotganlar bor osmonga qarab bundan ortiq azob bormikan yorab bemorlar dardiga shifo ber Alloh. Dardini o'ylaydi fikrlar qilib suyib berganiga shukrlar qilib bir senga suyanar zikrlar qilib bemorlar dardiga shifo ber Alloh. Duo qilaylik bemorlar haqqiga duo qilaylik bemorlar haqqiga duo qilaylik. Insonning boshida bor turli xatar boshiga keladi kim kulsa agar duolar qilishim olaylik xabar bemorlar dardiga shifo ber Alloh. Insonning boshida bor turli xatar boshiga keladi kim kulsa agar duolar qilishim olaylik xabar bemorlar dardiga shifo ber Alloh. Duo qilaylik bemorlar haqqiga duo qilaylik. Negachilar yozishni qo'ydi qiynab qararkansizlar. Qo'y o'zi ham maza qiladi uchun olingandan keyin. Tikanay bosayotgan, tem bo'lib tikanay bosayotgan qo'ylar. Negachilar yozishda barmi negativ. Bir tomondan bizga bo'lgani yaxshi, negativ bo'lsa o'sish kuchayadi. Bemorlar holidan xabar olaylik.
birpas dam oladi. O'ylab qolsa juda xunuk bo'lib qoladi. Keyin tekislar olmaydi. Hurmatli obunachilar, endi tugatgandan keyin oxirini video qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, tayyor holatga keldi. Xohlasa bozorga tayyor. Tagidagi suraga e'tibor bermaysizlar. Xohlasa